Farovon hayotga chiqish, potokka chiqish, ya'ni katta pullar, baxt saodatga chiqishni bloklaydigan eng yomon 3 odat bor bizda. Eshitamiz. Birinchi odat: shikoyat va zorlanish, nolish. O'z hayotidan, voqealardan doimiy shikoyat, zorlanishlar, nolishlar energiyani bloklaydi. Ikkinchisi: tahlil, tanqid va baho berish. Jamiyatdagi har bir voqea, har bir insonni tanqid qilish, tahlil qilish va baho berish. Voy, men bunaqa qilmagan bo'lardim, shu ham ishmi, bu nima degan gap deb doimiy tanqid qilsangiz ham u o'zingizni energiyangizni bloklaydi, boshqalar emas. Yana qadrsizlanish nuqtai nazaridan baholash, qadrsizlantirish, boshqalar faoliyatini, hayotini qadrsizlantirish hisobiga o'zingizni energiyangizni yo'qotib qo'yasiz. Uchinchisi, hayotga qaraganda hamma menga должен deb qarash, majbur. Как будто shunaqa insonlar bor, hammamizda bo'lgan. Hamma menga должен, men hech kimga должен emasman. Ya'ni hayotda faqat olishni istaydigan, отдача berishni istamaydigan insonlar. Bularni hayotida ham hech qachon izobiliya kirmaydi. Bir narsani tushuntirdik, bizni oldimizda hech kim majbur emas. Ota-ona, aka-uka, hech kim, yaqinlarimiz, hech kim majbur emas bu dunyoda bir-biriga. Agar отдача bo'lmasa, balans buziladi. Oldingizmi berishingiz kerak, berdingizmi olishingiz kerak. Bir xil maqomda, bir xil qadr-qiymatda. U qanaqa отношение bo'lishidan qat'iy nazar. Hech kim hech kimga majbur emas bu dunyoda. Tushuntira oldimmi? Mana shu 3 ta illat bormi? Tezlikda yo'q qilishga harakat qiling. Katta pullar, baxt, saodat, urovingiz ko'tarilishi uchun yashash tarzingiz, ruhiy holatingiz, duxovniy uroviningiz ko'tarilishi uchun mana shu 3 ta illatdan xalos bo'ling tezlikda. Qabul qiling.